Qaynonam taloq chiqdi, talada tamoq etayli. Taranchkilimning jini chiqdi, qozon beshni yuyman deb. Yub bulanmay quyim tutdi, so'g'oqlarda qinim chiqdi. Ushbu hasrati dedim erimga, oldi meni va tutdi. Bo'fi g'apirim danzam chiqdi. Deb jinim balla, ma so'g'oqlarda qil qoldim, bo'fi bo'lib ketgan jinim balla. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranchkilim Muyassardan hammanglarga o'tib salomlar bo'lsin. Qaynotam meni yaxshi tomoqlarni etib deb mana sayt ko'rsatib, mevji bijimlarni ko'taribdi kiribdi taladi. Men tunugun nem degan kun chiqishi bilan talad yurmay jinim balla men dedimmi? Mana shu gapimning dalili sifatida qozon beshlarni yub tozalab talaga yerim ko'chyapmiz. Yerim ko'chyapmiz deganimiz talada tomoq yemaymiz, talada tomoqni etimiz lekin uyga kirib yeymiz degan gapda nima farqi? Talada yesa qilmadi bu tomoqni deyman. Uchinchi ayda qo'lja qoyoqqanim yaxshi ekan, xilibi o'ylarga akirvatganki bizning talada o't tutash kerak, cho'g'i degan narsadan asar qolmadi. Men chatoq chiqilingga qo'yib turadigan bo'lsa, bu o'tni tutashtirmay tong etib ketadi, buga osh qoladimi uydagilar. Shuning bilan tuyuqsizlik yo'lishim kelib qoldi-da. Aka, o'tni men tutashtirib beray dedi. Shuning bilan mana o'tlan bu degan tutashtirib, qaysi zamonlarda qoldim jinim balla bizdan ala yaxshika o't tutashtirdiganga, oldin qatim rezinkalarni tip chaqmoqlarni yig'ib ketibdi menga. Hozir zaman taraqqiy ketibdi, malliqaga o'xshaymi zamonning keyinda. Voy buni mandalik qilib tutashtirdi ekan jinim balla. Qaysi kuni mashinamdan chaqirib chiqarsin kilarmi nima bu deb iliq choqdan elib olgan kameralar bilan tutashtirib ketgan o'tlarım esim kelib kulgim ketib bordim yerda davtay desam nomus qilyapman erimga. Sizlar bilasizlar, lekin qizlar hammanglar ko'rgan o't tutashtirgan oltimni. Men ko'rib oldinglarmi? O't degan menda tutashtirdi ekan. Ugnayli aladim. Jin tippatgandagli qiliqlar va bu aynan mana turiblimishda tutdidan o'tlarni tutashtirib berdi. Shuni bilan men o'tni tutashtirib bo'ptimi, o'ylab baqsam, tomoqning hech qanday bir tayyorligini qilmabdim. Oy, bugun men so'ng tartibimni qo'yib qoldim, qaynona desam, voy siz go'shtni to'g'ravering bolam, men saylan tayyor qilib turma, birdanmi qilimiz o't tutish bo'g'icha. O o'tlar tutishib, ko'malar qizib, men o'choq o'zini qizdiqchi xili vaqt ketadi bolam, birdanmi qilib olamiz dedi. Shuni bilan ma'qul deb men miyat go'sht to'g'rayapman, qaynonam saylan oqlab ketyapti. Mo'sh do'yinda jarko'p dedinglarmi, parko'p dedinglarmi, bir tomoqni etayli deb etgan to'q. Shuni tayyorligini qilib bormizda biz ballam yalarda. Do'stlarimiz nemish tala tomoq etisizlar deb so'rabsizlar. Voy jinim ballam chaqchaqlib deb qo'yapmiz. Tala tomoq etishimizning sabab nima desanglar, qizlar bilasizlar, bu cho'nglar deganning bitil deb gazad aldirmay tomoq etirangni ko'nmaydi. Xotin chaqqan bo'lsa, xotin chaqqan bo'ladi deydigan bir gaplar va bu qiynonamlarning. Shunga yugurib chiqib talaga birdamdil qo'rib olamiz deydigan yer shuda, lekin yugurib chiqib talaga birdamda qo'riydigan ish bormi? Shu 1-2 soat shu tomoqning peydi bo'g'icha talad yuradigan gap. Men taranchkilan uningga ko'nmay, taranch qiynonam shuningga ko'nib, shuning bilan men taranch qiynonamga taslim bo'lib, oxiri shuning bilan talala tomoqqa chiqib ko'nib qoldim men. Har xillar yangi tomoqlarni aytgandan keyin sayt to'g'rash mahoratlarim yetishmay qoldi ekan odamning. Opam ey bolam, siz turib sayt to'g'rashlarni unutib qolsizlar deydi. Qiynonam o'xshash sant qo'yib metr tatib unda to'g'raydigan ish oldiganmiz. Aba esimda tutib olmayman, lekin shuni qamlashtirolmaymiz emasmi? Ba'zi do'stlarning ish og'ir ketibdi, menga unda ishchilar og'ir ketmasin, men faqat mush 2 soat tomoq atgan yerimni chiqirma boshqa vaqtlarni chiqolmayman. Ba'zi do'stlarimizning ish og'irib opsi o'ygim babamda bu qiz deb qoldinglarmi? Dunyoda eng aldirash odamdan ishkisi bo'lsa birinchisi men, bilasizlar qizlar. Men mush tomoq etishdan burun nimalarni qilib tog'ni talqon bog'ni bostan qo'tilganimga sizlarning ko'zinglar yetmaydi. Sahar qopib o'rnimdan turib butun hammanglarning mollarini rad-reti bilan mangdirib bo'lib, onamning uyiga berib, onam bilan dadamning ahvolini ko'rib, salomatligini bir ko'rib, xotirjam bo'lib yinib kelgandan keyin onamdan keyin tomoqimni yetaman. Peshaniz tor odam yaqin yay to'y qildi degan gap rost o'xshaydi jinim ballam. Mush o'zimning otalarining oldida, mening mush dadam opamlarmi mush akufka bo'liblar o'tib cho'ng bo'lgan ekanda, shunga ko'ngli shunday yaqin bo'laning. 3 ko'ch farqlanimiz 3 ko'cha dikkida borma, dikkida kelma. Yoz bo'stig mening dadam bilan o'zma qiynatam ishkisi mahalla turkiydigan bo'lsa, billa akufkalarda qilib peshanamning torliqiga mush yiqiy to'y qilibdim ekan. Hanim biz kunda ko'ralayman. Barim bag'im kes, dikkida bormay, kaygim kes, dikkida kelma. Opam yoki dadam og'rib qolsa, uchib berib bo'lmay 1 minutning ichida qizlar. Zamni maqtig'inim emas, meningdek ham vafodor farzand, ham vafodor kelin, ham vafodor ayol bo'lmoq xil ayol kishining qo'lidan kelmaydi deb o'ylayman-ku endi. Voy, ajab maqtib ketdim, o'zimning uchib ketdim-ey qizlar. Endi yilqi bir gap bor-ku, faqat ishlarim o'ng'i tatmasa, ota-onangning ko'nglini ol, ota-onangni rozi qil deb. Ha, shunlashqa qizlar, mushu ishlar shunda bo'lib, sizlarning ham yaxshi ko'rishinglarga, qo'llashinglarga erishayotganimning sababi shu ota-onamning menga bergan tilaklarining ostida bo'layotgan ishlar bu. Shunda qilibsak, bir kunlik ishlarimning rad-tartiblarini deb berayotdim-da qizlar. Tomoqni etib bo'lib, men ya'ni yerlik vaqt birgacha, ba'zi vaqtda ish ko'p ketadi. Hatto ba'zi vaqtda bir kunda 2 soat yoki 1 soat yoki 3 soat uxlab qolgan vaqtlarim bo'ladi mening. Shunga temadan chatnab ketdim qizlar. Shunga yurak bermasanglar, ko'nglim kelib qoldi. Vaqt chiqarib buluk sizlarga aktiv
energiyalarni sunayotgan, to'xtamay chiroydan kulib ketmaydigan mendek do'stinglarni qo'shib olmasanglar, ko'nglim ranjib qoldi juma qizlar. Voy, tomoq etimizda bir to'qay jahonning g'ayvatini qilyapti-ku qizlar. Ma jarko'p degan tomoqni-chi qizlar, g'oljining pardasida bu jarko'p deb men o't quchib ketibdiman, so'g'ishib ketibdiman, mushni aytmay deb. Suyliq qo'rdaqkan qo'jinim ballar bu. Avval shu qo'rdaqqa o'xshash qo'ritlam suyni jiqaraqlam qilib qo'yvarsanglar bo'laverdi-ki. Keyin shu pintozni chilab qo'ysanglar, oxirida shu chiniga pintozni silib, uning to'piga aqilib olgan suyliq qo'rdiqlarni qo'ysanglar bo'ladi-ki. Qo'rdaq etishning rad tartibini 10 ming qatim chiqarib qo'ygandim men ma do'yinimga. Vajdi qilib go'shtni qo'rib, piyozni qo'rib, anandan keyin dardarmanlarni silib, qizartirganlarni silib, tolyolarni sapilib suv qo'yvarsanglar qo'rdaq bo'ldi-ki. Go'sht obdan pishib bo'lgandan keyin 1-2 soat yoki 1 soat qaynab, shuning bilan yang yulazdan silib tutib, pintozni aralashtirib, usib yesaklar bo'ladigan tomoqga. Bek osanki qizlar sizlar bir aytib qo'yinglar.